Mana akalarimiz laboyimiz ham tugadi. Bog'lasa mana pullarni, ya'ni yig'masdan oldin ko'rsatyapman sizlarga. Tepalardan ham ko'rinishi. Xudo xolasa mana ishimiz nihoyasiga yetdi. Labo avtomobilimiz ham nihoyasiga yetdi. Xudo xolasa tepa ko'rinishlari. Xudo xolasa tortib keltirib, yo'g'ini qilib oldik. Damas avtomobilimiz ham bo'ldi. Oldingi holatini ko'rgansizlar. Xudo xolasa mana tepadan ko'rsatamiz. Ate kraska tekizmay turdik. Ish holatda ko'rib olsin deb kasmetga qilib qo'ysa. Xudo xolasa radni holatda qoldi.